bir xonalik arzon uyimiz chiqqan zo'r lokatsiyadan g'ishlik bo'y. Men aytaman, mana bu to'g'ri ko'rib turganlaring Ahmad Donish Shohsaroy restorani protifida biz. O'ng qo'lda esa Universal bozor, Mega Planeta, Yunusobod metrolari joylashgan. Mana bu domimizda 2 xonalik, 1 xonalik uyimiz chiqqan. Hozir to'liq obzorni ichkarida ko'rib o'tib ketamiz. Narxini ham video davomida aytib o'tib ketaman. Mana bu kiraverish eshigimiz, kvadraturasi 36 kvadrat, 2-etaj. O'ng qo'lda sirazi kuxnyamiz joylashgan. 2 ga 3 kompaktni. Ko'rib turibsizlar, remont yaxshi, kirib yashaydigan. To'g'rida esa совмещенный sanuzulimiz. Rakvinamiz, vannamiz bor, rakvina, bu yoqda hojatxonalar va sushilkalar qilingan. Bu esa kattagina zalimiz, 4 ga 6. Bu yoqda o'zining shkaflari bor. Remontlari yangi, kecha remontdan chiqdi, sveji, hali hech kim yashamagan, absolyutno yangi kvartira. Bu yoq esa 1,5 ga 6 balkonimiz. Akvariumlar almashgan, polnochkalar chiroyli qilib qilingan. Atmosfera atrofda ko'rib turibsizlar, parkovka uchun ham joy bor. Narxi esa $40,000 startoviy so'ralyapti, yana o'tib beriladigan joyi bor.